Tarix yozildi. O'zbekistondagi birinchi media liga. Zarba yo'lladilar. O zarba bera oldi va tashlab berdi Pardayev zarba. Pastga to'yish qopda yo'qolgan. Vaqt turibsan bo'lsa. Geliyor, zarba tayyorlayapti, zarba berdi. Bolalar, hozirgina mana bu videoda chiqadigan reklamani syomkasini qilib oldik, lekin hozirgi tema bu haqida emas. O'zi bu videoni biz 4-5 taga bo'lib, hamma o'yinni katta-katta qilib chiqarmoqchi edik. Lekin biz hozir o'sha Rossiyaga uchib ketishimiz kerak. Bu videoni ko'rayotgan paytingizda biz o'sha Rossiyadamiz, Moskvadamiz. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, gruppavoy va polfinalgacha bo'lgan o'yinlarni biz tezligiga qisqa qilib gapirib o'tib ketamiz bu videoda. Finalda esa bemalol mazza qilib popkornlar bilan ko'rishinglar mumkin. Shuning uchun sizlar ham bizning mehnatimizni to'g'ri tushuninglar, maksimal harakat qildik, lekin tezlik o'tkazib yuboradigan bo'ldik. Undan tashqari sizlar bu gruppaviy o'yinlarni translyatsiyada hammanglar ko'rgansizlar va finalni hamma ham ko'ramagan. Shuning uchun yoqimli prosmotr hammaga. Bu videoga обязательно like bosib qo'yinglar hoziroq. Hamma mehnat sizlar uchun. Bu videoda bo'ladigan reklamani ham ko'rib qo'yinglar. Blaze'ga qarshi birinchi tur. Raqibimiz yosh bo'lishiga qaramasdan, murabbiyimiz o'yindan oldin juda jiddiy vazifalar berib tashadilar. Futbolchilarimiz raqiblarni ayab o'tirishmadi. Barcha vaziyatlardan unumli foydalana olmagan bo'lsak ham, lekin hisob katta bo'lishi uchun maksimal harakat qildik. Birinchi tur tugadi. 7-0 hisobidagi g'alaba. Endi esa navbat ikkinchi turga. Vantaj ancha jiddiy raqib. O'yinni boshidanoq raqiblar hisobni ochishiga qaramasdan tezda javob golini kirita oldik. Bu o'yin haqiqiy qonli jangga aylanib ketdi. Hisob 2-2ligida oxirgi daqiqalarda Jahongir o'ldirib g'alabani bizga taqdim etdi. Guruhdagi so'nggi o'yin. Azaliy raqibimiz Black Bullsga qarshi. Birinchi bo'lim golsiz 0-0 hisobida yakunlangan bo'lishiga qaramasdan, ikkinchi taymda biz umuman qiyinchiliksiz 4 ta gol urdik. Guruh bosqichidan 100% natija bilan chiqdik. Yarim final jangi. Kutilmaganida raqibimiz Kosmos birinchi daqiqadayoq hisobni ochdi. Shunga qaramasdan juda xotirjamlik bilan comeback qilishni boshlab yubordik. 4-1 hisobida g'alaba qozonib, finalga yo'l oldik. Ko'pchilik biladi, telefonda umuman o'yin o'ynamayman, lekin shu kunlarda bitta qiziq o'yinni topib oldim. Total Football bu Rossiya Premyer Ligasining rasmiy litsenziyasiga ega o'yin. Unda siz RPLning eng kuchli klublariga qarshi maydonga tushishingiz mumkin. O'yinni litsenziyasida City futbolchisi Abduqodir Husanov va RPLdan esa Fayzulayevni qo'shish mumkin. Undan tashqari o'yinda dunyo afsonalari Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Van Persie, Owen, Ballack, Sneijder, Evra va boshqa futbol afsonalari bilan litsenziyalangan klublar mavjud. Husanov va Fayzulayev kartalari juda yaxshi animatsiya qilingan. Hatto kuchsiz qurilmalarda ham o'ynashingiz mumkin. Undan tashqari mashhur sharhlovchi Dmitriy Shnyakинning sifatli ovozli sharhi bilan grafik va ovozi mukammal sinxronligini ko'rishingiz mumkin. O'yinda moslashtirilgan stadionlar Season Star 24-25 va Chempionlar Ligasi 24-25 mavsumidagi yulduzlar ham paydo bo'ladi. Total Footballda o'zingizni tarkibingiz bilan boshqa foydalanuvchilarga qarshi reytingli o'yin o'tkazishingiz mumkin. Yoki karyera rejimida RPL chempionligi uchun kurashsangiz bo'ladi. Gameplayga keladigan bo'lsak, futbolchilar juda realistik harakatlanishadi. Dunyo yulduzlari esa o'zlarining fintlari, uslublari bilan ajralib turadi. Opisaniyada silka qoldiraman. Hoziroq o'tib olib, Total Footballni yuklab oling va birgalikda RPL o'yinlarini o'tkazamiz. Shu kungacha Unwanted Boys faqat xalqaro turnirlarda qatnashgan. Qozog'iston, Kings Liga, Rossiyadagi BRICS o'yinlar, Qirg'iziston, xullas juda ko'p joylarda o'ynab keldik, lekin shu paytgacha O'zbekistonda media futbol turniri, media liga umuman bo'lmagan. Bu turnir Unwanted Boysga o'zi nimaga kerak degan savol ham tug'iladi. Chunki shu paytgacha biz o'sha boya aytganimdek dunyo miqyosidagi narsalarda qatnashib yuribmiz, prosmotrlarimiz zo'r, bu yoqda kimdirga bir nimani dokazat qilishimiz shart emas.
lekin meni o'zimda xohish bor edi. Boshqa komandalarga ham qanaqadir boost berishga harakat qilyotgandim. Boshqa komandalarga ham qanaqadir talchok berilsa, O'zbekistonda faqat Unwanted Boys emas, boshqa media klublar ham rivojlanadi и O'zbekiston media futbol ligasi ham sekin-sekin shunaqa qilib yaraladi. Bu narsani glavnisi birinchi bo'lib boshlab olish kerak edi. Mana boshlab oldik. И дальше уже kuchlilar tirik qoladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mustafa, qandaysiz? Zo'r. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Biroz beririk. Sekin chiqib o'tirurlar. Sizlar tabloga qaraysan 15-minut kirasan. Keyingunicha 5 minut o'tadi. Tak bolalar ko'p gapirmayman. Hamma tushunib turibdi. Final. Korotko ясно. Sostav установка chiqib polada shu nima tayyorlangan bo'lsa o'shani qilish kerak. Tak, Maxa boshlaydi. Takji Jasko, chaproq Ilhom, o'nroq Laziz. Davron и Elyor Omonjonov. Правее выше Ilham и Fara. Ularni крайний защитник и крайний нападающий orasida har doim. Orqaga tushyaptimi, pastda mana bunaqa turibdimi, ko'proq yuraveraman. Chaproq Rusiya, o'nroq Java, qaraysanlar qanaqa udobno. И впереди хуже. Tushunarli? Tepaga, orqaga yotyaptimi? Har doim mana bu oralarda joy bo'ladi. Shtrafnoy ichida miya sovugan. Farqi shtrafnoy ichida Van Dijk bo'ladimi, Ramos bo'ladimi, baribir qanaqadir panika bo'ladi. Shtrafnoy ichida hamma masterstvoni ko'rsataman. No, za shtrafnoy tezroq kecha 3-zonada qildi. Tezroq o'ndan chapga qoqda yuradi. Qolgan hammasi o'zimizning masterstvo, bolalar, odamlar, nima deydi, baleshiklar unga qarash kerak emas. Shuncha tayyorlandik. Ular masalan futbolda legenda bo'lsa, sizlar media futbolda mana shu legendasi. Cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face. Just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Hammamiz kutgan paytga ham keldik. Final jangi O'zbekiston futbol legendalariga qarshi Unwanted Boys Titanlar jangi desam ham bo'ladi. Bu o'yin boshlanishidan oldin sizlarga hozir bitta konkurs e'lon qilmoqchiman. Описаниеda va kommentlarda bitta ссылка закрепить qilib qo'yamiz. O'sha ссылkaga bosib Telegram kanaliga, Abdujabborov Telegram kanaliga podpiska tashlab qo'ysanglar bo'ldi. Sizlar 3 ta butsi yutib olishinglar mumkin. G'oliblar randomdan aniqlanadi o'sha podpishiklarning ichidan. Agar siz yutib olsangiz, xohlagan butsini tanlab olasiz. Shuning uchun hoziroq foydalanib qolinglar. Tez o'sha ссылkaga bosib, hozir esingizda borligida Telegram kanaliga podpiska tashlab qo'yinglar. Sizlar prosta bitta bosib qo'yasizlar va butsi yutib olishinglar mumkin. Bunaqa imkoniyatlar kamdan-kam bo'ladi. Undan tashqari yana bitta konkurs e'lon qilamiz. Shu video haqida обязательно o'zingizlarning fikringizni chuqurroq yozib qoldiringlar. Qaysi vaziyatlar sizlarga yoqdi, o'zi umumiy bu turnir xulosasini yozib qoldirsanglar, shu kommentlarning ichidan ham bitta odamni aniqlab olamiz. Eng ko'p like kimi komment yig'sa, o'sha odamning kartasiga 500 ming so'm tashlab beramiz. Shuning uchun обязательно bu videoni ko'rib bo'lib, video haqida o'z fikringizni yozib qoldiringlar. To'g'ri futbol o'ynasak, men ishonaman, shu Rusiya 100 emas, 500% biz yutamiz. Biz chunki ko'proq yuguryapmiz, ko'proq trenirovka qilyapmiz. Mehnat qilyapsizlar ko'proq. Shuning uchun ham Вперед!
uchun keldi. Shuni esdan chiqarmaylar. Shu odamlarni ko'rib biz futbolni boshlaganmiz. Hozir ularga qarshi o'ynab biz yutmasak bo'lmaydi. Chempion bo'lsak, bu yangi bosqich bo'ladi. Ortiqcha gap so'z yo'q, hamma o'zining vazifasini 100% ga bajarsa, kubok olib ketamiz. Kelinglar. Bor kuchimizni, rебята. Hamma. Готовы? Да. 3, 4. O'yinga start berildi. Unwanted Boys boshlab berdi do'stlar. Biz ham odatga xilof qilmagan holda keling tarkiblarni tezkorlik bilan tanishtirib o'tamiz. Unwanteddan boshlaymiz birinchi. Jaz, не торопишься, Jaz! Не торопишься! Mahmudxon Odilxonov Maha darvozada 33-raqamda. Maydondagi futbolchilar 3-raqamda Ilhom Ubaydullayev, 5-raqam Lazbek Saidov, Lazinya, Zafar Safayev 1-raqamda darvozada Ilhom Suyunov 3-raqamda. 4-raqam Aziz Ibragimov, 9 Zodil Ahmedov. Oldin uzatma amalga oshirildi. 11-raqamda Ravshan Yirmatov, jamoa sardori. Turnir ajoyib tarzda o'tkazilmoqda va oxirgi o'yin eng muhim bo'lib o'tdi. Zo'r o'yinlar ko'rdik. Bu guruh bosqichi va yarim final bahslari. 3-o'rin uchun o'yin va final bahsi esa jar o'yingohida tabiiy bichimda o'tkaziladi. 35 daqiqadan 2 taym guvohi bo'lamiz. Siz bilan birgalikda Elyor to'p bilan lekin Unwantedda ham pro futbolda o'ynayotgan futbolchilar ham bor. Imkoniyat. Farruh korpusda yaxshi o'ynadi. Pulni kelib yurayotgan Meklich guruhdan chiqdi. Yarim finalda esa Kosmos 4-0 hisobida taslim etildi. Unwanted hozir gol yaxshi Java. To'g'rilar ro'yxatida Xushnut birinchi o'rinda bo'lmoqda. Bor to'g'rirog'i 5 ta gol urgan Xushnut, bugun u ham maydonda. Radik esa zaxirada, u ham yaxshi zarba. Markazga Elyor Amonjonov, Elyor nima qiladi? Zo'r uzatma, Veklich kirib bordi, zarba yo'lladi, darvozaga qaytardi, qaytgan to'p. Yana uning o'ziga to'p qaytdi. Yirmatov, yaxshi harakat, zo'r uzatma, agar ofsayd bo'lmasa, ofsayd bor ekan. Va bu chap o'ngda markazda ham paydo bo'lyapti. Endi yaqindagina faoliyatini yakunlagan jismoniy holati qolgan jamoadoshlariga nisbatan yaxshi ekanligini inobatga olsak qilamiz. Standart vaziyat, muhim vaziyat, uzatma, zarba bo'lishi mumkin edi. Boritayevning zarbasi. Elyor! Aylantirlaring tezroq! Edif maydonga tushmaganda xursand bo'lardik deb yuborishdi hattoki. Farruh to'pni egalladi, to'pni olib qo'ydi yo'rog'i. Evlich. Maydon kerak unga. To'p olindi, Ibragimov zarba bermoqchi bo'ldi va yakunda esa to'p maydonda qoldimi? Qoldi maydonda deb baholadi hakam. Davom etamiz. Chiroyli harakat Elyor. Tezda oldinga chiqib ketish mumkin. Elxon ochiq. Elyor o'zi boryapti. Elyor uzatma berdi. Elxon va zarba yo'llandi va keyingisi Xushnut qo'shmoqchi bo'ldi birozgina. O'zing qilib chiqib ber, ol oyog'ingga rusa. Cheksiz o'zgarishlar amalga oshdi. Nafas rostida birozdan keyin futbolchilar yana maydonga qaytishadi. Katta ehtimol. Ya'ni shu o'zgartirilgan o'yinchilar. Elxon uzatma shu tomon bosh bilan aniq uzatma Yirmatov tomon. Ahmedov raqibdan o'tdi. Yirmatov ko'ch qarshisida yaxshi uzatma bo'ldi. Partayev kutmaganmidi deyman. Java o'zi ochilyapti. Xushnut egalladi. Javaga qaytarish kerak. Xuddi shunday ham bo'ldi. Yaxshi uzatma. Xushnutning o'zi ochilyapti. U tomonda Elyor ochilmoqda. Java tezroq. Aylantir tezroq, davay. Ahmedov oldingi pas. Salomga o'tmadi. Farruh qaytardi.
Jasur. Pas bilan chiqishmoqchimi? Pas bilan chiqishmoqchi. Ajoyib. Keliyor. Beklik. Ochilyapti Ilhan. Java ham bor. Beklik qanotga. Ilhan nima qiladi? Hadi! Hadi! Oyog'iga qatdi. Mana to'xtab, mana oyog'iga qatdi. Boshi bor deb o'yladi. Ahmedov. Salomin. Yaxshi harakat. Ahmedov To'rayevga biroz kuchli pas berdi. Sangar surib zarba ko'ramiz. Mana o'sha zarba xavfli chiqdi. Ustunning yonginasidan o'tib ketdi zarba. 9-daqiqada birinchi xavfli vaziyat Maha darvozasi oldida bordi. Shnut Maruf qanotga, Jonik Veklich to'xtadi. Davron. Birinchi taym kechdi 0-0 hisoblangan yakunlanadi shekilli. Har holda asosiy vaqt yakunlanishiga 5 daqiqa qoldi. Xavfli vaziyatlar soni juda kam. Xushnut Radik maydonga tushadi. Xushnut o'rniga pozitsion o'zgarish, ya'ni markaziy hujumchi o'rniga markaziy hujumchi maydonga tushadi. Muxlislar ajoyib tarzda qabul qilishmoqda bu o'zgarishni. Hakam ruxsat berdi. Mana o'sha uzatma. Bu uzatmadan hech qanday naf chiqmadi. Farruxning uzatmasi aniq. Maruf to'xtatdi, zo'r to'xtatdi. Yaxshi pas menimcha. Va Davron tezroq. Veklich nima qiladi? Ortga Davron o'zi tezroq tepish kerakdir balki. Hozirgi vaziyat va Ruslan zarba! Darvozabon egallab oldi. Ahmedov. To'rayev. Shifa. Ahmedovdan zarba. Nona. Tashlab berib, chap oyoqda zarba yo'lladi. Shuning uchun ham zarba menimcha kutilganidek bo'lmadi. Radion gol urmoqda. Ikkinchi moment srazu Joniga pas qilgan trenirovkalarimiz ishlamiz o'xshadi. Bitta kasaniyada просто shochka qo'ydim blижнийga. Zo'r, chiroyli gol bo'ldi. Qanotdan va bu do'stlar bosh murabbiyning o'zgarishi qay darajada ish berganini isbotlaydi. Chunki uzatmani bergan menimcha Jonik edi. Jonik ham gol urgan, Radik ham zaxiradan maydonga tushgan edi. Va aynan o'sha ikki o'zgarishning samarasini, natijasini mana tomosha qilishingiz mumkin. Darvozabon faqatgina kuzatuvchi rolida bo'lib qoldi. Bir jamoa g'alaba qozonmoqda, ikkinchisi esa mag'lubiyatga uchrayapti. Bo'ldi, tanaffus do'stlar. Radikning mana shu goli taymga ham nuqta qo'yib berdi. Orqaga pas bo'ldim, orqaga pas bo'ldim, teparoq chiqib oldim. Любой замах ko'rosani длинный bo'ldi. Tushunarli? Men kachat qilaman, kuchadi-yu, orqasidan yurma. Bitta yuryapsam, ikkita maksimal push. Tushunarli? Любой payt длинный bo'ladi. Keyin
Kopto yo'qoldi. Qarang, menga qarab berursiz mana. Berdimi? Bizni tezroq berishini qilamiz. Qattiq delete qilib yo'qotib. Qattiq chiqarib yuboradi. Hozir mana endi sekin ochilishni boshlaydi. Между liniya pastlab o'tadi. Tushunarli? Tezroq qabul qildim, tezroq oyog'iga. Agar zona bo'sh bo'lsa, qaravotsan, podskaz yo'q, zonani tashlamayman, tushunarli? Ko'pchilik biladi, biz hozir Moskvada Media Liga, Rossiya Media Ligasida qatnashyapmiz va bizda ertaga 6-sentyabr kuni Igrisiga qarshi javob uchrashuvimiz bor. Barcha Moskvadagi vatandoshlarimizni stadionda kutib qolamiz. Ko'pchilik bilsa kerak, Lujniki Gorodok, Shotga kelsanglar aniq stadionni topib olasizlar. Biletlarni описаниедagi silka yoki kommentga kirsanglar, o'shda silka turgan bo'ladi. 200 rubldan xarid qilib stadionga kelsanglar bo'ladi. Undan tashqari hamma hoziroq Telegram kanalimizga o'tib olsin. O'shda barcha ma'lumot bo'ladi. Jonli efirda o'yinimizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hammani o'yinda kutib qolamiz. Juda muhim biz uchun bu narsa. So'nggi daqiqalarda Radik tomonidan kiritilgan gol Anmontevga g'alaba olib berib turibdi. Joni, tepara, Joni! Tepara yur! Shu 35 daqiqalikni qanday o'tkazishadi? Hozir Joni zarba berdi negadir. Ahmedovdan uzatma o'tmadi. Joni tezlik olyapti va ko'pchilik bo'lib afsonalar qarshi hujumga chiqib ketishmoqda. Maruf, Ruslan, Maruf uzatmasi o'tmadi. Uzatma, Pardayev. Shahboz Erkinov hujumda. Qoidabuzarliksiz Fara to'pni olib qo'ydi. Farruh Laziz Jonik Sanjar Tursunov maydonga tushishga tayyorgarlik ko'ryapti. Bu o'yinimizga tezlik qo'shiladi, vaziyat paydo bo'lishi ehtimoli yuqori degani. Elyor aka, davay, Elyor aka! Yaxshigina sezilib turibdi. Uzoq masofadan zarba. Shixovdan o'qidi Shixov, lekin baribir to'p Anmontevda. Maruf yaxshi zarba, darvozabon. Ahmedov oldinga uzatma. Pardayev tomon, Pardayev yetib keldi. To'xtatdi. Kim yordam? Mana shunday vaziyatlarda shu yordam berish berganda baribir afsonalar zo'r, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yaxshi uzatma Elyor. Wow, zarba bera oldi va gol emas. Yubordi Jasur. Sanjar Tursunov esa tomonda jamodoshlariga uzatma amalga oshirildi. Xavfli zarba va gol! Lutfulla Turayev. Barobar do'stlar. Yaxshi tashkil etilgan hujum. Takroran tomosha qilamiz. Mana shu vaziyatdan keyin burchak to'p ishlab olingandi. Qodirahmedovni bo'sh qoldirishgandi va uzatma bosh bilan ajoyib zarba Lutfulla To'rayevdan Maxa hech narsa qila olmasdi. Chunki Lutfulla To'rayev to'pni maydonga sapchitib yo'lladi darvoza tomon. Ajoyib o'yin ko'ryapmiz. Menga yoqyapti ikkinchi gol. Elxan to'xtatdi bu safar to'pni qo'yil. Va Ruslan zarba Omonjonovdan. Murod Muhammadovning qo'liga tegmadimi to'p? Hakam Omonjonov. Maruf shuni qaytardi. Maruf ikkinchi gol ko'ra. Wow! Burchak to'pi bormadi. Har holda Mara shu oldin uzatma.
Ibragim tomon, Ibragim tashlab berdi. Pardayev zarba va gol! Pastga to'yishmoqda yo'qolgan. Vaqtimiz ham bo'ldi. Ajoyib gol kiritilmoqda. 2-0 hozirgina hisob tenglashgandi bizda. Mana endi esa afsonalar hisobda oldinga chiqib olishdi. Ibragimovdan zo'r assist va endi bu siz va biz tanigan gol. Xuddi shunday gol kiritishganda afsonalar, adashmasam guruh bosqichida Ardayev zo'r muxlab qo'ydi to'pni. Muxlislar jonlanishyapti. Muxlislar Unwanted'dan gol kutishmoqda. Jonik. Amonjonov. Jonik uzatma. Radikning zarbasi va Jonik uzatma. Radikning zarbasi va gol! Radion dubl qayd etmoqda. Bosh bilan gol kiritdi Radik. Bir necha soniya avval maydonga tushgan edi Xushnud o'rniga. Yana xuddi shunday holat. Yana Radik, yana o'zgarishdan keyin. Lekin bu safar hisobni tenglashtiruvchi gol muallifiga aylandi. To'g'risini aytsam, mana shu ikkinchi goldan keyin уже полностью tushunib etdim to, что biz hozir 3-ni, 4-ni uramiz bemalol. Radik qachon gol kerak bo'lsa shunda maydonga tushyapti. Yana birozdan keyin zaxiraga olinadi. Xushnud o'ynaydi. Yana gol kerak bo'lsa, yana Radik tushadi va uradi, o'z ishini bajaryapti xullas. Shu bilan effekt bermoqda bu o'zgarish. Jonik, chiroyli harakat Jonik, lekin o'z aldanib qoldi to'pga. Kozak bunday aldanishga yo'l qo'ymadi. Oldingi pas. Va foul Jasur Lutfulla To'rayevni yiqitdi. Takrorni ko'rishingiz mumkin. Va Shixovning zarbasi darvozabon qaytarmoqda Maxa. Ajoyib sey. Ajoyib harakat qildi. Qaytadan tomosha qiling mana. 8 zarba bera olmabdi. Yana bir uzatma. Darvozabon qaytardi. Va zarba bormi? Mana zarba! Aniq ketdi. Hakam ishga bermoqda. Elia. Eliyor zarba tayyorlayapti, zarba berdi. Va gol! Golmi? Gol! Eliyordan super gol ko'rdik do'stlar. Mana bu nuqta bo'lishi mumkin. Yor hakamga e'tiroz bildirishyapti. Hakam ko'rganini aytdi. Afsonalar hakamga e'tiroz berishyapti, chunki ular ko'rishmagan. Bu lekin 100% gol do'stlar. Shubha qilish kerak emas. Va buni maydondagi futbolchilarga ham iltimos, siz qurilmangizdan ko'rsatishingiz kerak. 3 daqiqa qo'shib berildi. Ketdi afsonalar barchasi oldinga. Oxirgi daqiqalar do'stlar. Eliyor Amonjonov fantastik gol bo'ldi o'zi. Faoliyatidagi eng chiroyli gol bo'ldi o'zi menimcha. Bunaqasi boshqa bo'lmaydi. Bo'lib ham finalda, bo'lib ham g'alaba gol bo'lishi mumkin, lekin hali davom ettirish kerak. Oxirgacha o'ynab qo'ymoq lozim. Uzatma, yaxshi imkoniyat Tojiyev. Va zarba kerak. Mana yo'q. Va hujumda foul qayd etilmoqda.
Final. Hey. Davom etamiz. Biz juda chalkashtiradi mana shu o'zgarishlar. Oldinga. Bo'ldi. O'yin yakunlandi. O'yin o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Va Wanted Boys 3-2 hisobida haqli tarzda g'alaba qozondi. Barcha gollar haqli tarzda kiritildi. Barchasi adolatli. Hakamga ortiqcha e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Askar Najafaliyev yaxshi ishladi. Umuman uning jamoasi. Bilasizlarmi nima qilish kerak? Bu videoga like bosib, podpiska tashlash kerak. Og'ayni, jiyan, qarindoshlar qanday tashlash kerak, qanday qilinganini bilishsin, ko'rishsin. Mana rahmat. Bu o'yin tarixga kiradi. To'g'risi, anu 2022 mi adashmasam. Jahon chempionatida Fransiya bilan Argentina o'ynadi. Xuddi shunaqa emotsiyalar bor. Hozir birinchi biz urdik, keyin ular ikkita ketma-ket urdik, keyin yana biz oldiga chiqdik. Xullas, emotsiyalar hozir zashkaливает. Men lishda men uchun eng oson kechgan o'yinlardan bo'ldi desam ham bo'ladi, chunki o'ta maza qilib futbol o'ynaldi. Ikkita komanda ham ko'rganinglarda. Bu o'yinda gol urmagan bo'lsam ham, glavnisi komandamizni yutdi. Biz xohlagan hamma shu kutgan kubokni biz uyga olib ketdik. Mahmudxon Odilxonov Maxa taqdirlanadi. Chindan ham turnir davomida zo'r ishtirok kuzatdik. Maxadan bugun ham bir necha seydlar bilan jamoasini goldan qutqarib qoldi. Radion sahnaga chiqadi do'stlar. U to'p urar, u finalda ham ikkita gol urdi. Radion ajoyib markaziy hujumchi ekanligini bu turnirda isbotladi. Eng yaxshi o'yinchi Xushnut deya topildi. Xushnut u ham loyiq, u ham butun turnir davomida yaxshi o'yin ko'rsatdi, muhim gollar muallifi bo'ldi. Guruh bosqichidagi ayniqsa muhim gollarni urdi va Xushnut eng yaxshi futbolchi deya e'tirof etilmoqda. Chempionlarni kutib oling barma-bar. Mahmudxon Odilxonov, Ilhom Ubaydullayev, Lazizbek Saidov, Eliyor Romonjonov, Javlon Anvarjonov, Xushnutbek Rahmonov, Ruslan Veklich, Davron Umirov, Jasur To'xtasinov. Bir yil oldin alamli mag'lubiyat 1-0 yutqizgan edik va mana rovna 1 yil o'tib biz alamimizni oldik va tarixiy o'zimizni kumirlarimizni yutgan holda O'zbekiston media futboli chempioni bo'ldik desak ham bo'ladi. Bu tarixda qoladigan vaziyat. Shuning uchun hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun. Sizlar borsizlar, biz bormiz. Sizlar bilan biz shu darajada mana kuchayyapmiz. Katta ishlarni borgan sari qilib bo'lmaydigan darajadagi ishlarni qilib harakat qilib kelyapmiz. Kelajakdagi planlar endi katta ehtimol bilan bu videoni ko'rayotgan paytinglar biz уже menimcha Rossiyada bo'lsak kerak, birinchi turimiz. Xudo xolasa o'yindan oldin chiqardik degan umiddaman bu videoni. To'g'rimi aka? Yo'q, chiqaramiz aka, harakat qilib maksimalni. Ertaga men motorga bormayman. O'zim kontrol qilaman borib. Tak. Mana silkaga yana o'tib olinglar. O'sha silkaga o'tsanglar, sizlar Rossiya Media Ligasidagi birinchi turimizni ham jonli efirda ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Undan tashqari boyagi konkurs haqida ham eslatib o'taman.
Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlar 3 ta butsa yutib olishinglar mumkin. Bu video kommentiga o'zingizlar fikringizni yozib qoldirsanglar, sizlar 500 ming so'm ham yutib olishinglar mumkin. Endi esa Rossiya Media Ligasini biz zabt etishimiz kerak. Обязательно sizlarni поддержкanglar bilan bu videoga like bosib qo'yinglar. 30 ming like va biz Media Liga chempioni bo'lamiz.